Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda sim8lab kesadigan stanogimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, apparatimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Hamda ichidan nimalari chiqadi, ishlash jarayonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Platin brendidan sim8lab kesadigan stanogimiz kompyuterli variantlarda bo'ladi. Simlarimizda o'zi tekizlab avtomatik qirqib berish xususiyatiga ega bo'ladi. Motorlari ham katta motorlardan qilib ishlangan 7,5 kilovat motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 380 volt tokka ishlaydigan variantda. Lentali variantda bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Baquvvat lentalardan qilib ishlangan. Ichki funksiyalarni ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bemalol simlarni legirovkasini qilib foydalanaverasizlar. Simlaring iri bo'ladigan bo'lsa, bu joydan rezvalarni ochib qo'yib yoki kengaytirib qo'yib foydalansalaring bo'laveradi. Bu tomonda o'zini yoqib qo'yadigan boklari bo'ladi. Narigi tomondan sim tiqilsa, bu tomondan avtomatik o'zi tekizlab qirqib beraveradi. Apparatimiz 380 volt tokka ishlaydi. Ko'rib turgan kompyuterlaring o'zini komplektida bo'ladi. Ichidan nimalari chiqadi? Ikkita prujina zapchaslari chiqadi. Hamda bonusiga shunaqa kulishlardan bitta qo'shib beramiz. Apparatimizga 6 oydan garantiya mavjud bo'ladi. Video oxirida ishlash jarayonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilib manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Kelib xarid qilaman degan akalarimiz uchun yoki bizni uzoqroqdan kuzatib turgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarini so'rab olsalaring bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.